Assalomu alaykum qadrli obunachilar. Bugun yangi bozor sentridamiz. Nexia 3'imiz bor ekan sotiladigan 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Shu haqida qisqacha ma'lumot berib o'tamiz. Assalomu alaykum og'a. Jalomsiz. Tanishtirib o'ting, bu urilgan yerlarinchi qanday bir ma'lumotlarni berib o'tsangiz, odamlarga bir qiziq bo'ladi-da. Yil 2016-yil. 89,5 ming halol yurgani. Unda strashniy nelar yo'q, mayda-chuyda bir petnosi bor. Balonlari nechik? Balonlari 3-4 oyga yoriydi, hali undayda mamniyasi ketmagan. Metan bor axir. Metan bor, va ishlari to'shalgan. Mana shu ko'rinishi. Polik cho'g'ol hamma narsasi bor. Mana orqa saloni ko'rib turganingizdek. Bahasi necha so'm buni? Bahasi 85 million deymiz. Endi ozgina kelishib beramiz. Qaytadan bor axir. Ozroq bor. Turarga barter. Yo'q, pul zarurligidan sotacakmiz. Arkasında zaryadchilikdan sotib o'tirgan. Ko'rib turganingizdek, mashina sostavasi. Nerida urilgan, tortilgan yerlari bor? Mana bu yerda vakuum bilan chiqqan yeri bor shu yerda. Tortilgansizlar shu yerda. Ha, vakuum bilan chiqarilgan. Birgina shu yerdami aybi? Undan keyin yo'q, ko'tning kapotidan shunda vallaning rol tegan yeri bor buni. Shu yerga shunda kichkina nesi bor. Ikki joyda ekanda. O'zi ayolning kapotidan bir ikki yerida bor-da. Metanni qachon qo'ydingizlar? Metanni 19da. Mana yerida bor, shu yerda. Mana birinchisi, o'zi aynan shu yerda bor. Mana bu yerda. 4 tane joyda ozgina ishlovi bor ekan. Unda kraska tegmagan. Yurishlar sostavasi nechik? Yurish zakonli. Metallarni ko'rikkan. Nereda o'zgartirish bo'ldi buni? Hech qanday o'zgartirish bo'lmadi. O'zim qurib avtolni antipresini solib qo'ydik. Mana do'stlar, kimga qiziq bo'lsa, bemalol murojaat qilaverasizlar. Telefon nomeringiz-chi? 99 417 0800. Shu nomerlarga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Manzili Yangi bozor sentr, Toza masjidning oldida namunali joylardan hozir vaqtda bemalol telefon orasida pastda telefon nomerlarini qoldiraman. Yaqin do'stlaringizga yuborib qo'yinglar, Nexia 3 olaman degan insonlarga. Sog' bo'linglar, omon bo'linglar.